Oyi, nimagadir kayfiyatim yo'q. Keyin qanaydir immunitetim ham tushganmi deyman. Xo'p. Xo'sh, bunaqa holatlarda biz nima qilishimiz kerak? Mana raspakovkani ko'rishimiz kerak. Chunki aynan mana shu muammolar va undan tashqari boshqa mayda muammolaringizni ham yechimini topib beradi. Qaranglar, menga qancha narsani Toshkentdan dostavka qilib yuborishdi. Xo'p, men sizlarga hozir bu yerdagi mahsulotlar haqida o'zim ham unaqa ko'p bilmayman. Qisqacha aytib o'taman va keyinchalik videolarim davomida ularning ta'siri, nima uchun kerakligi haqida videolar chiqarishni boshlayman. Shuning uchun meni yo'qotib qo'ymanglar. Birinchisi, mana bunaqangi choy. Bu choyimiz tak. Bu choy ekan, ko'k choy ekan. Ichi mamnuqa. Menimcha bu quruq choyni paketga olishadi. Вот mana paketkasi. Mana shuncha yarmigacha примерно da, yarmigacha bor. Xuddi choyday damlanib ichilar ekan. Bilasizlarmi, bu mahsulotlarning hammasi menimcha Turkiyaniki bo'lsa kerak, chunki birorta o'zbekskiy yozuv hech qayerga yo'q, hammasi turkcha. Bu choy nima uchun kerakligini olman bilmayman, ishlatib ko'rib aytaman. Xo'p. Mana bunaqa sovun. Ko'ramiz. Mana bunaqa ikki xil sovun. Bu sovunlar da ko'rganman. Bu lichebni sovunlar. Qaranglar, ana bu narsani men bitta Dexen mahsuloti bor-ku, qo'ziqorin, qizil qo'ziqorin o'shanaqa narsada ko'ruvdim. Вот shunga o'xshaydi. Qizil qo'ziqorin menimcha tarkibi. Hozir to'xtanglar, ochib ko'ramiz. Voy, yet yordim. Necho, o'zimda qoladi-yu, sotmayman-ku. Hidi boshqacharoq. Oddiy sovunlarning hidiga o'xshaydi, lekin menimcha buni ishlashi va tarkibi boshqacharoq bo'lsa kerak. Ikkita sovun. Keyin mana bunaqa narsa yo'rishgan. Bu по-моему, da, men o'zim ko'rdim reklamasidan unaqa. Soch uchun shampun deyman. Soch uchun prям juda ham uyda ko'p shampun, chunki har xil shampun ishlatib ko'rganman. Qani qaysi bir sochimga yaxshi ta'sir qiladi, shuni bilmoqchiman. Da, o'zbekskiy yozuvi bor ekan, o'rtoqlar. Menimcha undan men topolmadim. O'zbekskiy yozuvi bor ekan. Soch to'kilishiga qarshi va mustahkamlaydi deb. Вот mana shampun. Menimcha buni hidi приятный hid. O'simliklarning hidi keladi. Bularning chunki hamma mahsulotlari tabiiy ekan. Tabiiy narsalardan qilingan. Umuman ximический narsasi yo'q. Вот menimcha bunaqa shampunlarni bilasizlarmi? Oldin sochinglarni oddiy обычный shampundan yaxshilab yuvasizlar-yu, keyin buni kamida bir 20-30 daqiqa yaxshilab ishqalab keyin yuvasizlar. Licheniyali shampunlar shunaqa ishlatiladi. Keyingisi ana kalsiy D3. Bilasizlar, mana tishlarim tez-tez og'rib o'tiradi. Itakdali bu sochni mustahkamlash uchun ham kerak. Bu narsani o'zim aytuvdim, bo'lsa yuboring deb. Вот. Keyin mana bunaqa ikkita zubnoy pasta. Ko'rsataman. Mana ikkita zubnoy pasta. Bular tishni sarg'ayishini oldini oladi. Tarkibida ximический nimasi yo'q. Tishni emal qavatini mustahkamlaydi. Hozir ko'rsataman. Hidi обычный zubnoy pastalarning hidi keladi, lekin tarkibi 100% tabiiy bo'lishi kerak. Tabiiy da yozib qo'ygan. Вот, mana bu yoqqa tabiiy.
sun'iy narsalardan уже yiroqlashish kerak. Yiroqlashish nimani ham boshlayapman sun'iy narsalardan, chunki bir tillik foydasi ham yo'q, ili o'zingizlarda bor narsani ham yo'qqa chiqarib beradi. Keyin mana bunaqa 2 korobka shokolad. Вот mana bittasi. Вот mana ikkinchisi. Ana 2 xil shokolad bor. Bu shokoladlar ham oddiy, ko'ngilochar shokolad emas. Bular licheniyali shokolad da. Xo'p, nimaga foydasi borligini o'zim sizlarga aytaman. Xo'sh. Короче, nima o'zbekskiy yozuv topolmadim, ba'zi mahsulotlarda bor. Короче, o'zbekskiy yozuv topolmadim, ba'zi mahsulotlarda bor, ba'zilarda yo'q ekan. Buni nima uchun foydali ekanligini tak albatta o'qib sizlarga aytaman. Hozir bu haqda yana batafsil to'xtalamiz. Buni ichida 50 dona bor ekan, ichi mana bunaqa ko'rinishda bo'lar ekan, qaranglar. Kango zvachkilar qanaqa bo'lardi? Xuddi o'shanga o'xshaydi. Ular lichevniy bo'lishi kerak, по-моему, chunki menga shunaqa deb aytishuvdi. Bularni ham hali ko'ramiz. Bular bilan sizlar bularni holi nimaga foyda ekanligini men sizlarga aytaman va undan tashqari sizlar bilan o'ynaymiz mana shunaqa shokoladlarning ustida va boshqa mahsulotlar bilan ham. Xo'sh. Вот, manga ana shuncha narsa yuvorishibdi. Вот, manga mana shuncha narsa yuvorishibdi. Endi ularni har bittasini sizlar bilan ishlatib ko'rib, o'zimda qanaqangi odzuflarni sezganimni albatta aytib o'taman. Meni kuzatishda davom etinglar.